Qanday qilib xodimlar almashsa ham natija o'zgarmaydigan tizim yaratsa bo'ladi? Keling shu haqida suhbatlashamiz. Birinchisi, jarayonni inson emas, tizim boshqarsin. Ya'ni ko'p joylarda hamma narsani bitta inson boshqaradi. U ketsa tizim yiqiladi. Lekin aslida har bir jarayonni o'zini tartibi, hujjati va nazorat bosqichlari bo'lishi kerak. Agar xodimingiz bo'shasa yoki boshqa ishga o'tsa, natija baribir saqlanib qoladi. Ikkinchisi, har bir standartlar yozma shaklda bo'lishi kerak. Shunchaki tushuntirib qo'ydim emas, balki har bir jarayon, ya'ni mijozni kutib olish, dars o'tish va hokazolar yozma standartga ega bo'lishi kerak. Shunda ishga kelgan har qanday yangi xodim bir kunda ishga moslashib ketadi. Uchinchisi, natija o'lchaydigan mexanizmingiz ishlasin. Agar tizimda o'lchov bo'lmasa, boshqaruv imkonsiz. KPI, hisobot va monitoring natijalari raqamlarda o'lchansin. Shunda tizim insonga emas, balkim raqamlarga suyanadi.